Migren og'rigan nima dori bo'lsa hammasini ichganman. Bir oyda 30 kunlik og'riq bo'lgan. Aziz do'stlar, navbatdagi yana biz uchun qonarli damlar bizani bemorimiz Yoqutxon o'zimiz O'zbekistondan, Vodiydan kelganlar. Ro'ppa-rosa 1 yil mana bo'pti. Operatsiya qilganlariga migren xirurgiyasi operatsiyasini o'tkazganmiz. 12 ta trigger ishlaganmiz. Qanaqa edi, necha yillik og'riq edi bizga kelganingizda? O'zi bizani qanaqa topuvdingiz? Men shu boshim og'rib 17 yillik og'riq bor edi. 17 yildan beri og'rir. 17 yildan beri og'rirdi. Shu migren og'rigan nima dori bo'lsa hammasini ichganman. Suma migrenlardan eng katta foizlarini Triptalni ichgansizlar. Ichganman. Qancha payt ichdingiz triptallarni? 6 oy. 6 oy to'xtatmasdan. To'xtatmasdan ichdim. Kuniga 2 mahal ichdim. Chunki og'riq har kuni bo'lgan. Har kuni. Ha, 1 oyda 30 kunlik og'riq bo'lgan. 30 kunlik og'riq keyin mana yoriqqa qaralmay, men tashqari odamlarga qo'shilmay qo'yganman. Shu Ramazon oyini men ro'zalarni tutolmasdim. Bu safar Xudo xohlasa men xato qilmay tutdim. Ha, Allohga shukr. Ha, ro'zalarni ham tutdingiz bu yil. Ro'zani ham tutdim. Mana 1 yil bo'ldi. Allohning fazli, yaxshi, juda ham xursandman. Sizlarga ham kattakon rahmat. Uydagilar, bolalarim, rosa xursand hammasi. Rahmat. Quyoshga ham chiqyapsiz endi. Quyoshga ham chiqyapman. Yapti ochiq bizda dala kenglik, dehqonchilik qilyapti mana. Bemalol dalalarda ishladingiz bu yozlarda, issiqlarda, chillalarda. Boshladim mana hozir erta bahor boshlandi. Juda ham yaxshi. Ishlarimizni boshladik biz. Iloyim hech qachon bosh og'rig'i boshqa qaytib ko'rmay. Mana 1 yillik kuzatuvimiz aziz do'stlar, oxirgi ko'rigimizga mana Yoqutxon kelganlar. Bundan keyin demak, hammasi yaxshi. 1 yil kuzatib berdik. Har bir bemorimizni 1 yil kuzatamiz. Hech qachon bularda og'riq bezovta qilmadi. 100% natija. Yaxshi bo'lib ketdilar migren xirurgiyasidan keyin. To'g'rimi? Hamma aytganlarimni qilib, ammo o'rnida nimalar rejimlarda qo'ydim. Yaxshi. Hamma aytganlarimiz o'z vaqtida bajarganlar. Qo'shimcha kasalliklari bo'lmaganlar. Shuning uchun mana bemalol bosh og'rig'idan xalos bo'ldilar mutlaqo. Ba'zi holatlarda aytishadi, og'riq bo'lib turibdi. Demak, qo'shimcha kasali bo'lgan holatdagina og'riq bo'ladi. Migren xirurgiyasidan keyin migren og'riqlari bo'lmaydi o'rtoqlar. Bu mana fakt. Yana bir xursand bemorimizdan eshitib turibsizlar. Sog' bo'linglar.